Muşunda o'xshagan çürük chiqadigan qiyiqchining etish usulini olib keldim. Ashkan sağzın sarsak bek uzun turib ketirikka yeyilmaydi degan do'stlar, ma sağzın sep baqsanglar bo'ldi. Bu bek çürük yeyishga chiqadigan bo'lganki ishtik tugaydi. Materialmi chiqib ketmaydi, vaqtingizmi chiqib ketmaydi. Buni aytib degan kunlar selinglar etqich tugab ketmasin deyman, bek yeyishga bo'lgankin. Endi bunun ketadigan materiallar archini birchini un, bir tal tuxum, yerimdan az degidek yerim piyola chuchutgan may, kichik bir qo'shiq tuz, yerim piyola piyoz kavovchin suyi. Anandaki ixtiyorimiz bo'yicha pishiq simadin muvofiq miqdorda silib, hemen aralashtirib, bizda changroq holatdagi xamir yug'urib olamiz, ham tengdirmiz. Ba'zilar shu 3 tal 5 tal tuxum qilib siz bir tal tuxum qilsiz deyishinglar mumkin. Men mush tamni yaxshi ko'rganman. Agar siz tuxumchi qaraq tamni yaxshi ko'rsanglar, kavovchin suyini azaytib tuxumdan bir tal qetib etsanglar bo'laveradi. Ananki ma o xamir nipis holati yeyib, manidan sal qiyinroq qilsanglar bo'ladi. Men ishdan nipisni yaxshi ko'rganman. Shungmush nipis qildim. Nipis yeyib olgandan keyin ishda 2 qatlab, konusaklik ekandan keyin qiyiqchi bilan ishda gul chiqarib kesib olamiz. Andan ma o yo'linishning bir chiqish uchun ma bir tarafini uzib etib andaq namdab turib, bir xil yo'linishda oraliq saqlab turib yugib olamiz qo'limizga. Andan normal o'tdan may qizitib, shu ishtiklam pishib keturman nipis bo'lgan keyin. Chum ishda seri qalat kelgan vaqtlam sussanglar bo'ldi. Qiziq qaltirlam tanfin chechib etsanglar teximi yeyishik bo'ldi. Bunun chechaklarim bek chiroyli chiqdi. Buning chechik chiqmabdi demaslar tuqqanlar. Bu bek yeyishik bo'ldi. Cho'qim bir sinab baqsanglar bo'ldi. Meni qo'shib olishni unutmanglar.